Xotin! Bay qizlarni qara. Mana shu qizlar bilan bir shaharda ketsang, bir restoranlarga borsang yarashadi-da. Mani xotinim bilan bo'lsa. Nima qilibdi xotiningizga, a? Men ham salonga borib o'zimga qarasam, ana u kim edi? Jennifer Lopez'ning damini beraman. Bittang nalda. Qo'ysang-chi. Dadasi, shu qizlarni ko'ravermasdan biz ham bir o'zimizga qaraylik. Bilasizmi, biz Bollywood yulduzlariga o'xshaymiz o'zi. Olay! Qilishim kerak endi, ha? Mayli o'zimizga ham qaradik deylik. Pulni qayerdan olamiz, pulni? Shu yig'ib qolgan pulni bir o'zimizga sarflasak-chi? Yaxshi fikr. Bir qaraymiz ha o'zimizga. Yur ketdik. Bismillah. Ali, xotin, men tayyorman. Men ham tayyor, to'g'risidaman. Wow! Wow! Nishonimi bu ketsan xotin? Sizamchi bor-ku, xuddi Shohruxxonning o'zisiz. Tarixiy xotaqi zindagi mennigi. Endi qimmat restoranga boramiz. Voy dadasi, pulimiz qolmadi-ku. O'shaning uchun xotin, eng qimmat restoranga borib, arzon pirashga yeymiz. Ketdik.